Gruppamiz a'zolari qizlar, biza bugun kaketkadan qanday qop o'yilishni, nechta qop o'yilishni ko'rsatib beramiz qizlar. Mana kaketkamiz uzunligi qizlar 31 ta, mana 31 ta kaketka uzunligiga qop o'yilishi nechta bo'lishi kerakligini tushuntirib o'taman qizlar. Bu uchun mana shu proymadan to'g'ri mana shu yoqqacha bo'lgan to'g'ri tekst chizib olamiz. Men chizib olganman. Endi mana shu yoqdan bu yoqqacha bo'lgan santimetr mana 12 ta bo'lyapti. Mana shu 12 tadan har doim masalan 12 ta bo'ladi, 14 ta bo'ladi, 15 ta bo'ladi yoki 10 ta bo'ladi. Har doim 5 tani ayiramiz. 5 tani ayiramiz. 5 ta ayirgandan keyin mana o'zi kovlanishi 6 ta kelib chiqadi qizlar. Demak, kagetka uzunligi 30, yelka kengligimiz 40 bo'lgan razmerga qop o'yilishi 6 santimetr. Xuddi mana shunday usulda kovlasalaringiz qizlar, to'g'ri chiroyli turadi qopingiz.